Mashina qorong'i o'rmon ichidan o'tayotgandik. Soat 1:36. Yo'l xaritada bor edi, lekin atrofda hech qanday belgi yo'q. Faqat baland daraxtlar va ularning orasidan kelayotgan g'alati shivirlash. Bu yo'l qisqaroq bo'lishi kerak edi, dedi Jamshid rulda. Orqa o'rindiqda o'tirgan Sardor kuldi. Qo'rqma, ertalabgacha chiqib ketamiz. Shu payt radio o'zi o'chdi. Mashina ichida jimlik. Faqat dvigatel va nimadir tirnalayotgandek ovoz. Eshitdinglarmi? Dedim sekin. Hech kim javob bermadi. Birdan faralar oldida nimadir yugurib o'tdi. Juda tez, juda past. Jamshid tormozni bosdi. Bu nima edi? Faralarni uzoqroq yoqdi. Yo'l o'rtasida odamga o'xshagan, lekin odam bo'lmagan narsa turardi. U juda baland edi. Qo'llari yerga yetib turardi. Boshi esa orqaga qayrilgandek. Ko'zlari yo'q edi, lekin u bizni ko'rayotgandi. Sardor baqirdi. Orqaga hayda! Mashina orqaga yura boshladi. Shu zahoti orqa tomondan qattiq zarba bo'ldi. U yo'qoldi-ku, dedim. Keyin tushundik. U yo'qolmagan edi. U mashinaning tomida edi. Temir ustida tirnoqlar sirpanayotgandek ovoz. Sekin, ataylab. Radio birdan yoqildi. Ammo musiqa emas, bizning ovozimiz. Orqaga hayda. Orqaga hayda. Bu so'zlarni u takrorlayotgandi. Old oynadan qo'l tushdi. Juda uzun, juda sovuq. Uning yuzi oynaga yopishdi. Og'zi yo'q edi, lekin u pichirladi. Siz adashdingiz. Mashina o'chdi. Chiroqlar o'chdi. Qorong'ilikda faqat bitta narsa eshitildi. Suyak singan ovoz.